Alo. Hali Akrom keldim men, chiq. Bo'l o'rtoq chiqyapman hozir. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisan? Charchayapsan? Ha, rahmat. Qayerga boramiz? Hop, bir ikkita variantni ko'rdim mashinada. Shu yaqin orada. Bo'l, ketdi. Ketdi. Egasiga telefon qiling. Qil. Chiqsinlar. Alo. Assalomu alaykum. Aka biz keluvdik. Mashinangizni ko'rgan. Ha, bo'l, hop. Ha, tinchlik nima bo'pti? Sal bezovta qilib qoldi. O'tib ketadi. Hozir chiqyaptilar. Nima bo'ldi? Shu mashinani olmoqchiman o'rtoq. Ha, buni olgandan ko'ra sog'lig'ingga qara, undan ko'ra. Tuzalib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Boyga Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. yaxshimisiz aka, tuzumsiz? Nima aytgan mashina? Ha, ani kuni ko'rib ketuvdim, o'rtog'im ham olib keldi, mashina ololman deb ko'rsatgani. Ko'ringlar, kraskalar toza. O'rtoq mashina oladigan bo'ldim. Qiynalib qolmaysanmi, og'ayni? Yo'q, qutulib ketaman. Undan ko'ra anu Matiz olib qo'ya qolmaysan, puling bor ekan, tayyor. Arenda qilib to'lab yurmaysan, og'ayni. O'zing qiynalib nima qilasan? Zato bu Undan ko'ra jentra. sog'lig'ingga qara. Zato jentra o'rtoq bu. Qarang, Matiz eski Matizdan ko'ra yangi jentra. Ozgina qiynalaman, lekin jentrali bo'laman o'rtoq. Hamma shundan haydayapti. O'zingga qara, og'ayni. Men просто seni o'ylayman. Qiynalib qolmayapman-da. Arenda to'lash o'zim. Ha, qutulib ketaman. Bo'ldi, shuni olaman o'rtoq. Og'ayni, Tuzumsan? charchayapsan? Rahmat. Qiynalmayapsan to'lovlarda? Yo'q. 5-oydan to'lab keldim, xudo xolasa. Ancha ozgina qoldi. Yaxshi. O'zing ishlaring yaxshimi? Ha, bo'ladi, xudoga shukr, yuribmiz sekin. Yaxshimi hammasi? Xudoga shukr. Ha, nima bo'pti? O'tib ketdi. Salra qolibdi-da. Hali ham doktorga ko'rinmading. Yo'q. Shundan qutulib olay deb harakat qilib yuribman, amal taqal qilib amallayapman o'zim. Aytdim, og'ayni, shu mashinani olma, o'sha Matizda ovur, puling yetar ekan, qiynalib qolasan. Arenda to'lash o'zim emas-dedim. Aytganimni qilmading. Mana sog'lig'ingga ham qaramagansan, og'ayni. Endi orzu havas dedim-da o'rtoq. Orzu havas. O'zingni qiynab qo'yganing qolgan. Mayli, o'tib ketar, xudo xolasa. Yaxshi bo'lib ketar hammasi. Ha, mayli. Ketdikmi? Ketdi, hayda. Toycho. Seni haydash ham oson emas ekan. Xudo o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Xudo. Bosh qotdi-ku. Shu mahalam tutib qoladimi? O'rtoq mashina oladigan bo'ldim. Qiynalib qolmaysanmi, og'ayni? Yo'q, qutulib ketaman. Undan ko'ra anu Matiz olib qo'ya qolmaysan, puling bor ekan, tayyor. Arenda qilib to'lab yurmaysan, og'ayni. O'zing qiynalib nima qilasan? Zato bu undan ko'ra sog'lig'ingga hayotli davrlarda jentra amal solihlarini o'ziga hamroh qilib Matiz eski Matizdan ko'ra yangi jentra. Ozgina qiynalaman. Sag'ira kabira gunohlarni o'zi mag'firat etsin. Tortgan azoblarini gunohlariga kafforat etsin. Allohumma salli va salli va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin. O'tganlardan hammalarini oxiratdan obod qilsin. Shu qator og'ayimizdan ham. Alloh baraka topinglar. Voyna. Nima aka? Yaxshi turasizlar. Taninglar sog' bo'lsin. Xudoga shukr. Xizmatlar bo'lsa bemalol turasizlar. Ilohim. Baraka topinglar. Men Rahmat, ko'rishamiz. Men rahmat. Kelib turinglar, yolg'izlatib qo'ymanglar. Boyagi gapingga yana bitta qo'shimcha. Mana eng yaxshi og'aynisisan. O'zing aytgan. Necha marta aytdim. O'zinglarni oldinglarda aytdim. Voy bolajon. Unaqa qilmagan. Yengilroq mashina olgan. Bo'yningga ortiqcha yuk olmagan. Matiz binsa ham, Spark binsa ham bo'lardi-ku shu o'rtog'ing. Jentra minish shart emas edi-ku.
o'zini joniga o'zi jabr qildi. Undan ko'ra sog'lig'iga qarasa bo'lmasmidi shu bola? Mana endi oxirida pirovardida nima bo'ldi? Mana bunga nasib qilgani marosim mashinasi ekan. Yo, noto'g'rimi? Ha, toycha. Sani haydasham oson emas ekan.